Assalomu alaykum hammaga. Juda ham ajoyib tasodif. Hozir mana Oydin Tower loyihamizdan Oydin apa o'zlariga 3 xonali xonadon xarid qildilar. 100 million so'm boshlang'ich to'lov bilan har bir metr kvadratidan 2 million so'm chegirmaga ega bo'ldilar va umumiy 156 million so'm umumiy chegirmaga ega bo'ldingiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Muborak bo'lsin xonadonlar. Rahmat. Qanaqa bo'ldi? Nimaga aynan Leader House Group qurilish kompaniyasini tanladingiz? Nimaga aynan Oydin Tower loyihasidan uy xonadon xarid qildingiz? Birinchi o'rinda uyning planirovkalari juda yoqdi. Keyin lokatsiyasi juda ham yaxshi joyda joylashgan. Atrofidagi qulayliklarni, Qulayliklar, maktab, bog'cha, hammasi, korzinka hammasi. hamma narsaga yaqin, yashash uchun. Yaxshi niyat bilan xarid qildik. Farzandlar borishiga maktab, bog'cha hamma narsa bor. Albatta. Zo'r. O'zi uy olayotganda birinchi navbatda lokatsiya, ya'nida yashash uchun qulay bo'lishi kerak va opamiz shu narsani tanladilar. Bolalar uchun investitsiya qildik, xudo xolasa. Bolalar uchun, bolalar albatta. uchun, farzandlar uchun investitsiya qilishdi. Tabriklaymiz. Qolganlarga tavsiya berasizmi Olmaliqliklar? Albatta. Hammaga tavsiya berasiz. Mana shu chegirmalardan foydalanib hammaga xarid qilish tavsiya qilaman. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlaringiz buyursin. Rahmat.